Assalomu alaykum. Barcha bizni kuzatib borayotganlar. Xudo xolasa mana bugun 20-fevral Farg'onadan uchayotgan ziyoratchilarimizni kuzatgani kelyapmiz. Xudo xolasa hozir qo'ldan kelgancha videolar joylab boramiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ishlarni bitiramiz. Mana forma vizalar tarqatyapmiz. Ketayotgan ziyoratchilarimiz hammalari mana. Mana aeroport ichida Xudo xolasa 14 kunlik hamda 35 kunlik umra ziyoratiga ketayotgan ziyoratchilarimiz hammalari shu yerda mana Xudo xolasa. Mana Xudo xolasa registratsiya ochilgan. Mana shunday xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelib, o'zlarining qiziqtirgan ma'lumotlar olishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana ziyoratchilarimiz jo'natish arafasidamiz. Mana Xudo xolasa bugungi ziyoratchilarimizni ham kuzatib chiqyapmiz Farg'ona aeroportidan. Bizni kuzatishda davom etinglar, hamda obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xolasa har qanday yangiliklarni ko'rib borasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa qilsalaring bo'ladi. Farg'ona aeroportida biz. Mana Farg'ona aeroporti ziyoratchilarimizni kuzatib chiqyapmiz. 14 kunlik hamda 35 kunlik paketimizda ketgan ziyoratchilarimiz. Alloh ibodatlariga kuch-quvvat bersin.